Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar, dehqonlarda bo'layotgan Chin yurakdan Chin so'z programmamiz. Qadrli ko'rman do'stlar, yaqin yillardan buyon davlatimizning boshqa allararo munosabatlarining bag'ansiri kuchayishiga ergashib, yat allar bilan do'stona aloqaning kun sayin ko'payishiga ergashib, sirtlarga chiqib nazar doirasini kengaytirgan, boshqa allarga berib ma'rifda taraqqiy qilgan ilg'or davlatlarga berib bilim oshirishni xohlaydigan do'stlarimizning soni kun sayin ko'paymoqda. Buning bilan bir qism yoshlarimizda chet elga cho'qinadigan, chet elning hamma nimasi a'lo bilinadigan qarg'ulacha mana shunday chet elparastlik qarash sal ko'payib qolmoqda. Undaq bo'lsa, chet ellar ana shunday bir qism yoshlarimizning xiyolidagidek jannatdek makonmidir. Biz bugungi programmamizda mushaqda suhbatlashmoqchimiz. Shunga biz bugungi programmamizga bizlar ham suhbatda bo'lishga ikki aziz mehmonni Alloh taklif qildik. Undaq bo'lsa, ularni tanishib o'taylik. Xinjiang Kasbiy universitetining dotsenti Gulshan Emin xonim, xush kelibsiz, qarshi olamiz. Uyg'ur tili tadqiqotchisi Abduvali Ayub, xush kelibsiz, qarshi olamiz. Am yuqorida aytib o'tdim, hozir shu sirtninki madaniyatninki rayonimizga singib kirishi bilan nurg'ulg'an yoshlarimiz chet ellarga chiqib bilim oshirishga, nazar doirasini kengaytirishga qiziqadigan bo'ldi. Hamda yana bir tarafdan yana bir qism yoshlarimiz burnining uchini ko'rib, chet elning hamma tarafini yaxshi deb qaraydigan, o'zi chiqmay turib, u yerda hamma narsa bor, hamma narsa tal deb qaraydigan mana shunday bir taraflama qarash shakllanyapti-da. Abduvali, siz chet elga chiqib baqqanmi? Men ikki qatim chiqqan. Bir qatim 2005-yili Davlatlik ma'rif ministrligining mukofoti bilan Anqara universitetida 2005-yil 2005-yil 12-oydan 2006-yil 6-oygacha Anqara universitetida 6 oy turgan. Nasıl ziyorat tadqiqotchisi turib kelgansizda. Yana bir qatim jamsa? Yana bir qatim 2009-yil 5-oydan 2011-yil 7-oygacha Amerika Kansas universitetida o'qigan. O joyda rasmiy o'quv sifatida o'qish mukofoti olib o'qiganmisiz? Ford xalqaro Ford mukofotini olib o'qigan. Demak, siz mayli Turkiyaga chiqishdan burun yoki bo'lmasa Amerikaga chiqishdan burun sizda bir xil chet ellarga chiqsam degan bir orzu, umid bormi? Bor, men buni shu oliy maktabninki oxirgi yilni 96-yili qaror qilgan. Cho'qim chet elga chiqmaydigan. Shu vaqtlarda sizda bir xil chet elning hamma narsasi shunday yaxshi degan bir qarash bormi sizdami? Ya, u chog'da mening qarorim aniqdi. Chunki bizningki Chag'toy Uyg'ur tili o'rgangan chog'imizda nurg'un qo'lyozmalarningki chet ellarda ekanligini, ularni Turkiyada va Amerikada, Germaniyada ekanligini jiqdaydi. Degandan keyin mening maqsadim ashlarni o'z ko'zim bilan ko'rib, tadqiq qilib chiqish orzum botdi. Demak, ana shunday bir o'qish, bilim olish orzusi bilan siz ikki qatim chet elda o'qish fursatiga erishdingiz. O'qib bo'lgandan keyin albatta rayonimizga qaytib keldingiz, shundaqmi? Gulchahra, siz chet elga chiqishga qiziqqanmisiz? Yo'q, qiziqish bo'lmagan. Nima uchun? Hozirgacha chiqqim yo'q. Nima uchun fursat bo'lgan? Abdulla ikkimizning kasbi asosan o'xshab qoladi. Men turk tili sesrum tadqiqot o'qigan. Men o'zimniki qarshicha mushu rayonda mening kasbim mushada. Mening vazifam, mening rolim mushada deb qarsam kerak. Demak, universitet o'qiyotgan chog'laringizni tatib, hozir qadarmi fursat bo'lib qolsa-mu, lekin yana ham rayonimizning ma'rifi uchun xizmat qilishni orzu qilgansizda. Hamshahsan, men universitet o'qiyotgan chog'larimda chet elga chiqishni ancha-muncha orzu qilib baqqan. Albatta, hammamizning universitet o'qiyotgan chog'larimizda orzuyimiz kundan-kun o'zgarib turdi. Yosh vaqtlarimiz, jo'shqin vaqtlarimiz bo'lgan lekin keyin o'ylab baqsam, menimcha chet elga chiqish zaruriyati tepilganda, shunday bir sharoit pishib yetilganda, shuning bir ehtiyoji bo'lsak chiqishimiz kerak ekan. Abduvali, siz hamda ikki davlatga chiqibsiz. Birisi Yevropalarga tava, Turkiya, yana birisi bo'lsa Amerika. Amerika hamda erkin demokratik davlat deymiz. Siz o'qish jarayonida siz hamda ikkili qatimda o'zingiz yiningizdan pul chiqarib o'qimadingizda, albatta. Bunda bo'lgandan keyin sizning nazaringizdan haqiqatan chet el shunday jannatdek shunday bir makonmidi? Bu yerda jannat degan chog'da biz buni mana tushunsak yaxshiroq bo'ldi. Bir g'oya deb tushunsak yaxshiroq bo'ldi. Jannatdek emas, g'oyaviy jamiyat deb tushunsak bo'ldi. Chunki bir odamda qarshi taraf ko'rmagan avalasida, ko'rmagan narsani bek g'oyaviy tasavvur qildi. Ko'rib bo'lgandan keyin shu g'oyaviylik yoki emaslik to'g'risida qaror bera oladi. Nurg'un odamda chiqish fursati bo'lganligi uchun ularni jannatda tasavvur qilishi, g'oyaviy tasavvur qilishini to'g'ri tushunamiz. Endi jannatmi emasmi degan kelgan chog'imizda siz oshaga chiqib jannatingizni barpo qila olsangiz, jannat. Agar jannatingizni barpo qila olmasangiz, do'zax bo'lgan bo'ldi. Adamning o'ziga bog'liq. O'ziga bog'liq. Agar shu mayli Turkiya bo'lsin, mayli Amerika bo'lsin, islom topa olsa, o'zining jannatini qurib chiqa oladi. İşte bu da iqtidori bo'lsa,
İslam tapa alsa o cennetin kurup çıkılı buldu. Lekin cennet maddi cennet, maddi paragatның cenneti. Lekin ruhның cenneti mi, kalbning cenneti mi dese yok emas. Meni kalp cihetinde agar bir adamning yuraklan bo'lsa, vatan deydigan yurak bo'lsa, onun kalbi cenneti bo'lmaydi. Siz endi o'z kuchi tayinib shu jannatni barpo qila oladiganlar uchun jannatga bir makon dedingiz. Maddi paragat. Maddi paragat jihatda. Shu jannatdek makonniki jannatdek bizni jalb qilgan qanday taraflar bor ekan? Bizning jalb qilgan tarafi birinchisi odam bilan odam o'rtasidagi hurmat. Ikkinchisi ishonch jamiyatdagi. Ma'muriyat bilan fuqaro o'rtasidagi, fuqaro bilan fuqaro o'rtasidagi ishonch. O'sha hurmat bilan ishonch kishilarni eng jalb qilgan narsa bo'lishi mumkin. Yana birisi bexatarlik, ya'ni yemeklik bexatarligi, insonning xususiy bexatarligi, mol-mulk bexatarligi, hissiyot bexatarligi. Bu jihatda insonlar o'zini bexatar his qiladi. Bu jihatdan bo'lgan chog'da ular hakikaten intilisi bo'ladi, intilishga loyiq. Gulchada, ham sizdan so'rab ko'rsam, hozirgi shu ota-onalarimiz shu bolalarni to'liq sizdan boshlab, hamda chet eldagi, masalan, ba'zida bu yerda dərsən taz yaxşı əp getənməyən balalarını chet elga chiqib cho'qim ep ketalaydi, o'zing jinni baqalaydi deb qarg'ulach ko'maytirib istirdan bir ahvol shakllanib qoldi-da. Bu albatta oz sonda, lekin endi buni ko'payib ketishini oldini olishimiz kerak, buni cho'qim sovuqqonlik va o'ylashimiz kerak, shundaqmi? Har bir ota-onaning bolasini yaxshi o'qish sharoitidan bahramon qilg'isi bor. Bu yomon xayol emas. Endi chet elninki bo'libmi taraqqiy qilgan ellarninki o'qitish sharoitining bizdan yaxshi bo'lishimi albatta. O aniqli paket. U taraqqiy qilgan el. Biz taraqqiy qilayotgan el. Shundaqla taraqqiy qilayotgan ellar ishidikimi oqidroq turayotgan el. Shunda bo'lgandan endi u bolalarning uyaga chiqib o'qishni orzu qilishimi yaxlik arzu. Ota-onasining arzusimi yaxlik arzu. Lekin endi orzu bilan reallik o'tirisidagi farq masalasi. O qanday farq? Qanday farq degan vaqtimizda biri endi bizning azaldan ham burundan alqi sayyohlik ma'rifimiz bo'lgan. Ata-onalar bolalarini masalan burunqi rivoyatlarimiz, cho'chaklarimizda bir podshohning 3 bolasi o'pdi ekan, 3tini o'qib keling deb 3 shaharga o'xshatdi ekan deganga o'xshashdi. Birsi baskenmas yo'lga menibdi, birsi baskelay yo'lga deganda ekan. Bu shu millatning taraqqiyot tarixida madaniyatimizdagi ma'lum bir reallikning ifodasi bu. Yo'q narsa emas bu. Demak, buningdan bilishga bo'ladi, qadimdan tortib bizningki xalqimiz bolalarini chet ellarga chiqib o'qitgan. Bu hozirgi ish emas. Burunmi batdi. Buningdan kimi bo'ladi. Qayerda yuqori bilim bo'lsa o'rgansak, qayerda yuqori madaniyat bo'lsa o'rgansak bo'ladi. Bu bizning millatimizning an'anasi. Lekin endi hozirgi shu sharoitimizda yaxshi o'qigan bola chiqsin. Chunki taraqqiy qilayotgan elning ma'rifim taraqqiy qildi degan gap, ma'rifning sifati biznikidan yuqori bo'ladi. Ma'rifning talabimi biznikidan yuqori bo'ladi. Andaqda mushadagi maktabda o'zimizning hozirgi ma'rif andizimiz bo'yicha yetishib mangan bir bolani uyak chiqib egisoq esildirib qo'ysak, u yetishib mangalamdi yo'q. Yetishib mangan taqdirda bu bola yana davomli o'qishni xohlamdi. Ikkinchidan deganda bizning hozirgi shu o'zimizning ma'rif sharoitimizda yuksalish bo'ldi. Biz o'qiyotgan davrga qaraganda shu bo'libmi yaqin 30 yilda ishkirning ma'riflarga sog'an nima silmisiz yuqori. Ma'rifning hozir o'quvchilarning maktabning o'qish sharoiti har qaysidan yaxshilanish bor. Rayonimizningkida yaqin yillardan beri har qaysi o'lkalar yordam beryapti deyapmiz. Shu nima Otnim rayonininki ma'rif sog'an silmimiz yilni eshib beryapti. Shundaqla bizningki 98% xalqimiz mushu ma'rif sharoitini tanlamay amali yo'q. O'qiyotdi-ku. Mushu nimada o'qib, masalan, Abdulidek mushada o'qib oldi bilan ixtisos egasiga aylanib, anandan keyin ikkinchi bir nishon bekitib chiqqanmi bor. Mushundan qaraganda endi bizning ma'rifimizni butunlay bektivandiga bo'lmaydi. Shunlashqa oldi bilan o'zimizda bor ma'rifda hech bo'lmaganda bir to'liq kursini tugatib, bola o'zining ikkinchi nishonni, konkret nishonni bekitib bo'lganda chiqib o'qisa, yoki u bola o'zini o'zi baqaldek bo'lgan chiqib o'qisa sal muvofiq. Endi bu chet elga bola chiqqan bir obro'yib qoldi qaram. Qanday deysiz? Bu nurg'un adam chiqirdi deganda. Azaldan bo'lmuş ayolninki g'aybat shikoyat farang bilan tas xo'sham yo'q. Lekin ham hozir farangga yana ko'paygan nasil kiyim kechak, yemak, ichmaklik, yashamaslikning to'pisiga qurilgan narsa bo'ldi desa, bolang nerda qo'ydi? Voy palonchining bolasi chet elda qo'ygan desa, bu bir obro'yib qoldi. Bu obro'yni
qazinish kerak. Obro'y bu rost. Haqiqatan balani yaxshi tarbiyalaganlikning ifodasi bo'lishi mumkin. Lekin shu balaning ichida balasini yaxshi tarbiyalab chiqarganlik qancha. Hem başkalarımız onunla ergişip balam çetel çıksılar men zaten yaxşı anok ketkenmen, obro'li qilib ketkenmen deb qarsak bo'lmaydi. Şuna de bununla nayt soğuqqanlik bilan muomala qilib, bala haqiqatan shu o'qishga loyiqmi? O'qib ketalamdi. O'qib bo'lgandan keyin yana shu vatanni bir sig'inib, haqiqiy bir chin inson, aql egisi, ixtisos egisi bo'lib qaytib kelalamdi deganni o'ylash kerak. Baladan boshqa umidimiz yo'q. Özümüzden medeniyetini bittiği vaxtda ahir hesapmış balarımız tufraq ışıq kelendik deyimiz. Eşimden başka. Abduvali endi sizning nazaringizdan mening his qilishimcha siz to'g'riladimi shu chet elning ma'rif bilan davlatimizniki ma'rif ahvolini, chet eldagi Uyg'urlarning ahvolini shu o'zingiz muloyiza qilib turib ko'plagan yozmalarni yozdingiz. To'g'riladimi turbatlarda sizlarga ko'plagan xotiralaringizni o'qidim. Endi shu chet elda turish jarayonida siz baydingiz shu jannatni barpo qila oladiganlar uchun jannat hisoblanadi deb. Albatta biz miyada ko'nglimizda shu bir qism yoshlarning, masalan, bir taraflama qarashda bo'layotgan yoshlarning o'rni turib fikr qilsak, ularning qarashicha u yerda mayli paravallik jihati bo'lsin, o'qish jihati bo'lsin, o'qish puli jihati bo'lsin, bu yerga qaraganda shundoq azondak, shundoq yaxshidak, shundoq bir hamma jihatdan kabolatga egidek shundoq bir his qildida. Manda bizningki balaninki ota-onalarning tulqotirdim balalarni avat etishda manda bir konkret sabab bor. Chunki Amerikada oliy maktablar o'zining ma'rifida chiqqan balalarga bakrak ishinadi. Bizning ma'rifida, chunki Amerikada tulqotir ma'rifi 4 yil, Jungoda 3 yil. Ondan Amerikaning tulqotir ma'rifida balalarninki iqtidor yetildirish asas o'rin turdi. Masalan, har qaysi fanlarning kurjiklari bor. Nima fanga qilsa, shu fanning kurjiklari 4 yilni jalliq qiladi. Amerikalik bolalar shu 4 yil jarayonida o'rganadigan narsasi, hayotida o'rganadigan narsaning asosiy o'rnini tashkil qildi. Shunga bu 4 yil intayin muhim. Endi shu 4 yilni boshdan kechirgan bolalarni Amerika ma'rif oson qabul qildi. Chunki bu bolalar 4 yil o'rni sog'gandan keyin oliy maktabda oldi qarab mang'alaydi. Bu reallik endi. Ikkinchisi, Amerika dastlabki to'liq kursga bağın balla bizden bevas to'liq kursga borsa ko'nolmaydi nurg'un ahvolda. Masalan, Amerikada to'liq kurs sharoitida manchilik dars o'qisa degan narsani bekitib berdi. Lekin u darsning qosini qancha mavsumda o'qiysa degan narsada chek yo'q. Qaysi mavsumda o'qish bo'ldi. Unda bo'lgandan keyin bizning matbuotlarni ma'lum tuzib bo'lgan bola uning ko'nolmay, birinchi yil osi bilmaydigan darsni ikkinchi yil olib qilib aslında özellikle o ma'rifni baştan keçirmegen bo'lganlik uchun 6 ay bir mavsum jafo tatib ketadi. Anda ikkinchisi tulqotir ma'rifida o'quvchi bolalarni bilimni ichiga qochiligicha emas, yetakligicha asos o'rin turdi Amerikada. O'rta maktab o'qituvchilari. Unda bo'lgandan keyin o'qituvchi bilan o'quvchi o'tirisida intayin bir yaqinlik, hamkorlik munosabati bor. Endi shu bolalar şu Amerika oliy maktabiga kirgan chog'da shu hamkorlik munosabatini davomlashtira oladi. Davomlashtirib, o'qituvchilar yaxshi hamkorlashib, har qancha qiyin darsni tanlab qolgan taqdirdami, shu darsning g'alqisini bitirib keta oladi, shu darsning nomerini ola oladi. Ondan yana birisi nima desa, odamningki muhitga moslashish iqtidori yetiladi. Masalan, 4 yil Amerika turdi degan gap, 4 yil amerikalik bolalar bilan birga o'rganish qildi degan gap, u Amerikaning muhitiga ko'ndi degan gap bo'ldi. Nurg'un qoida, qonun, jamiyat sharoitlari, urf-odat larga ko'nadi. Ko'nigandan keyin oliy maktabda bilim olish mezgili bo'lgandan keyin universitetda universal bilim oladi. Shu universal bilimni universitet loyiq ola oladi. Unda bo'lgandan keyin u bolalar boshqa bolalarga qaragan chog'da muvaffaqiyat qozonish ehtimolligi yuqoriroq bo'ldi. Masalan, dastlabda men shu o'qish jarayonida his qilganim dastlab bir mavsum men qiynalib ketdim. Qanday desa, biz o'qituvchilarni fitlay boshqa o'quvchi deb tushunib oldik ekanmiz. O'quvchini bir yuqori o'rin qo'yib olib, o'qituvchidan bir talab qilish teshik narsani talab qilmaydi ekanmiz. Amerikalik bolalarning bir narsani bilmagan chog'da qilisiga birinchi keldigini sen bildiranmading. Bizning qo'limizga keldigan savol men bilmadim. Men bilmadim, men bilmadim bo'lgandan keyin biz to'xtamay shu kitobni o'qiydi ekanmiz. Ay yo'lini bilmagandan keyin yana bilmayverdi ekanmiz. Oxirida bir umidsizlik yetib bordi bu. Agar biz Amerikalikda sen bildiranmading degan yer kelgan bo'lsa, g'ach qilib ma'lumga email yozamiz. El-xat yozamiz. Ma'lum topshirib olgandan keyin bizni Pustani kun ishxonaga keldi. Degan ishxona o'tirgan vaqt ini qo'ldi ma'lumniki. Shu chog'da bormiz, ishxona tushuntirib qo'ydi. Birmuncha umidsizlik avvarsaqdan qutulamiz. Shunga bolalarningki bu ota-onaning bolalarini to'lqotirdan chiqarib o'tishida ashundaq bir afzal tarafini o'ylagan tarafim bor. Bu afzallikni men tushunaman, bilaman. Shu ota-onaninkini butunlay qarib qo'yib qiladi degan bo'lmaydi. Endi boshqalardan olishimcha
shu chet allarni bo'libmi shu taraqqiy qilgan allarni bo'libmi Amerikani hamda yoshlarninki raqobat so'rini, o'tir yoshlarninki kurash maydoni yashanganlarning do'zaxi deydi ekanda. Demak hamda bizning yoshlarimiz uyaga chiqqan ekan haqiqatan shundoq bir sharoitga erishib, menimcha u qabul qilgan ekan cho'qim qaytarishni bilish kerak ekan. Shundaqmi? Olgan ekan uni jamiyatimiz uchun, jamiyatimizning taraqqiyoti uchun, o'zining yurti uchun qaytarish kerak, shundaqmi? Siz hamda yoshlarning shunday qarg'ulachi chiqib, ashada o'ziningki keyingi vaqtlarini, o'zining keyingi taraqqiyotini shu yerda qilishga nisbatan qanday qaraysiz? Yoshlar degan chog'da bo'ldi ashta qilsa. Yoshlar nerede taraqqiyot sharoiti bo'lsa, shu yerga borsa bo'ldi. Bu dunyoviy masala. Siz nima uchun qiynalib keldingiz bo'lsa? Mening yenib kelishim bundaq. Birsi men kichikimdan bunda bir maktablardan o'qidim. Masalan, boshlang'ich bo'lsin, to'liqsiz bo'lsin, to'liq bo'lsin. Bir fanning o'qituvchisi yaxshi bo'lsa, endi bir fanning nachar. Bir fanning kuyimchan bo'lsa, bir fanning parvosiz o'quvchilarga. Mening ashta bir orzuyim bor. Nima uchun shundoq bir maktab yo'q? O'qituvchisi yaxshi, sharoitimi yaxshi. Shunda bir maktab yo'q. Bu imkoniyat bor. Masalan, hamma maktabda yaxshi o'qituvchilarningki, yaxshidan bir yil yig'sak, sharoitni bir yil yig'sak bo'lmamdi degan bir orzuyim bor. Lekin hamma narsa mukammal bo'lib ketmaydi, gapingiz bu. Mukammal, lekin Amerikada u qadar emas ekanda. Masalan, unda mas'uliyatsiz o'qituvchilar o'qituvchi bo'lolmaydi ekan. Chunki o'qituvchining darsini tanlaydi ekan. Hech kim tanlamagan o'qituvchi xizmatini tabiiy qoldi ekan uning. Unda bo'lgan agar o'sha o'qituvchi kuyimchan bo'lgan bo'lsa, masalan, men o'qigan maktabdagi o'quvchilar, mening nurg'un jihatdagi bilim kam qolmagan bo'ladi. Mening ashta bir orzuyim bor, shunda bir maktab qursak deganlar. Men chet elga chiqqandan keyin Gulchadam degandek ashta deyildi. Voy, sen bizning tuqqanning ichidan mushta o'zib chiqding ay. Bizning u balni chiqsang, bu balni chiqsang deb. Haqiqatan endi men uning orzusini tushundim. Men boshqa qilib berishni xohladim. Lekin bunda bir masala, uning ichida boylar intayin az. Chiqara oladiganlar intayin az. Ko'pincha chiroyli orzusi bor. Shunda samimiy obdan to'g'ri tuqqan do'stlarlar bor, ular chiqara olmaydi. Endi pirishki balla ne deb ma'shat tutsam, ularni chiqarsam, avu nurg'un odamlarga men qanday yuz qilay? Adolatsizlik bo'lib tabiiy unda qilsaq bo'lmaydi. Chunki men qanchalik ko'p odamning orzusini qondira olsam, shuningga tirish qilmam yaxshi. Unda men bunda o'yladim. Masalan, ularni bir ikkisi chiqqandan o'rniga melli bosam, oshlarni men tarbiyalasam, ana shular menga o'xshash mukofot olib chiqsa, bu yaxshi emasmi? Unda qilgan chaqda hozir jamiyatimiz bir narsa bor. Pul olmasa hech ish qilolmaydi. Men bolalarga menga o'xshash mukofotga erisha oladigan iqtidorni yetildirsam, bolalar shu umidlikdan qutulsa, atrofdagi kishilar, tirishsa bo'ldi ekan-ku. Tirishsa bir punksizmi? Masalan, Abdulla akam 2 qatim chetga chiqibdi. Men mi chiqa oladi ekanman-ku degan narsani his qila oladi, shuni o'ziga e'tirof qilib, osh bo'sh tirisha oladi. Shu bu ikkinchi zamdi. Uchinchi so'g'an chaqda biz vatandik chaqda vatanning qadrini bilmaydi ekanmiz-da. Qanday? Vatan degan zot nima deganni o'ylamaydi ekanmiz. Biz o'zimizning, chunki biz shu vatanda yashayotgan bo'lgan ekan, bu vatan ko'nab qoldi ekanmiz. Bir mavhum hukm ustida kalimiz shakllangan. Chunki zot nima degan narsa bizning qo'limizga kelmaydi. Vatandan chiqqandan keyin ondan vatansizlikning nima ekanligini baxchon qurish qildim. Masalan, men shu yozgan chig'imni mashta yozdim. Men bir xo'shallik izlab chiqqan deb. Bir xo'shallik bo'lamdi ekan, bir xo'shallik qilsam deb chiqqan. Chiqsam, mening xo'shal bo'lolmaganimning manbasi vatansizlik ekan. Ro'yjatning bu vatansizlik odamni eng ig'ir azob muftila qildi ekan. Shuning bilan bu vatansizlikning azobini uning qadar kuchli tortgan o'rniga shu vatandagi qarindoshlarning orasida shularga vatanning nima ekanligini, vatanning konkret zodi qandoq bo'lganligini, qandoq odamning shu vatanga xos, shu vatanni o'ylay oladigan odam bo'lganligini tarbiyalasak bo'ladi emasmi? Unda bo'lganda mendek vatansizlikni o'ylaydigan odamlar ozoludi. Ko'nglim mendek qo'shilishni sirtini izlamaydi, xo'shallikni vatanning ichidan topa oladi, erisha oladi shu xo'shallikqa. Shu bu masalada. Am sizning ko'z qarashingiz o'zgacha. Gulshada, Abdullaning bu qarashiga siz qanday qaraydigansiz? Bu Abdullaninki boyagi gapga opirin aytamiz, ham qanday bo'lmasin boshqa o'qiyotganlarmi, endi chet elda yuqori texnika bilan qurollangandan keyin, yuqori fan texnikani egallagandan keyin qaytib kelib imkon bor rayonimizning taraqqiyoti uchun xizmat qilsa, andaqda bizning rayonimizning taraqqiyotimiz tezlaydi. Bizning jannatimiz cho'qim ko'z oldimizda. Endi sizlardan o'rtaq bir savol so'ragim keldi. Bir qism yoshlarimizning nazarida chet elni jannat kabi shunday bir his qildigan, shunday bir tuyg'ularga cho'madigan ko'z qarashingiz shakllanib qolishlik sababimiz nimadan desak bo'lar? Albatta mana shunday chet el degan jannatdek makon degan mana shunday bir ufqimning shakllanishiga cho'qim bir oq ko'rinish bor deb o'ylayman. Bir qism chet elga chiqib qaytib kelgan kishilar chet el haqida xato ma'lumotlarni bergan. U ma'lumotni bergan chog'da
biz shu ma'lumotninki xalqlarda qanday ta'sir qo'zg'aydiganligini oldin o'ylashib andan berish kerak u ma'lumotni. Ma'lumot xato yetib qolgan yeri bor. Masalan, bir taraflama masalan bir injener chiqdi deylik. Injener chiqsa Amerikaga chiqsin mayli, Yevropaga chiqsin, u injener bo'lgandan keyin dunyoning hamma injenerlikni qilib yaxshidan ko'ra oladi. U keliblam uning ko'ziga shu moddiy jannat ulug' bilindi, kelibdi jannat deydi. Endi uni anglagan odamning hammasi injener emas lekin. Unda bo'lgandan keyin xato chech bunda kelib chiqadi. Yana birsi bir qism odamlar bo'ladi chiqib davlatning mukofoti bilan chiqadi. Davlatning mukofoti nimasi bilan bo'ladi, yoki hamma narsa hukumatning puli bilan bo'lgandan keyin uning texnik jannat bo'ladi u. Davlatning mukofotidan chiqqandan keyin hamma ish mushta o'xshaydi deb o'ylaydi. Yana bir odamlar bo'ladi tijorat pul topqani chiqadi. Pul tip sayohat qilgan chiqadi. Unda bo'lgandan keyin uning tijorati balkim eqishi mumkin, yebakchilik tijorat deymiz, har xil tijoratlar. Oqqandan keyin u kelib jamiyatga nima desa, tijorat mashhad oqdi ekan deydi. Oqqan odam chunki chetga chiqqan odamlar muvaffaqiyat qozongan odamlar. Muvaffaqiyat qozongan odam o'zining muvaffaqiyatlik holati bilan tafakkur qildi dunyoni. Ya'ni hamma narsa mushundoq ekan deb. Endi dunyoda lekin bo'libmi bizning bu jamiyatimizda u qadar keskin raqobatga, u qadar keskin iqtisodiy besimga, u qadar yolg'izlikqa bardoshlik bera oladigan odam qanchalik buni o'ylamaydi faqat qancha o'shtirnochu. Unda bo'lgandan keyin shu bir qism odamlar sababidan chet elga bo'lgan ziyodalik, mastonlik avjib keldi. Yana birsi chet elni jannat deyotganlar o'z turib qolgan do'zax deb qolgan yeri bor. Bunun boshqa bir qarama-qarshi jannat deganga cho'q do'zax bor uningki. Endi siz shuni do'zax deyotamiz, jannat deyotamiz, o'zingizga bog'liq bir ish. Masalan, siz shiyada o'zining iqtidorini joriy qildiradigan, iqtidorni egallagan bo'lsangiz, do'zax bo'lmaydi. Masalan, men Amerikadan kelgandan keyin xalqlar deydi, sen Amerikadan kelib Qashqarda yursan qanday bo'ldi? Amerikada o'qidim, Qashqarda yur shat. Yurishimiz kerak ekan. Yurishim kerak, uni o'qimadim men, mushunda deydi. Ondan Amerikada o'qigan odam degan cho'qim bir oliy maktabda ishlasam nima bo'ldi? Men ulug' dedim, ishlasam qanday bo'ldi dedi. Men dedim, Amerikada o'qigan odam hech joyda ishlamaymi? O'zi bir ishni qurib, o'zi bir ishni boshqa chiqib, boshqalarni ish qo'llashtira olsa, boshqalar ish o'rnini tepira olsa, o'zi bir ishni boshlay olsa, ondan Amerikada o'qigan bo'ldi. Amerikada o'qib kelib, hukumat xizmat bermasa, ish topolmasa, u nada o'qigan bo'lsa, hech ahamiyat yo'q. Agar siz mushunda iqtidoringiz bo'lsa, jannat bu ya. Mushuni barpo qila olsangiz, birisi ro'yi jannat bizning vatan bu degandan-ki, ikkinchisi shu jannatni qo'lingizga tayinib qurib chiqsangiz, bu jannat eng muhim jannat bu. Shunga ham bu do'zax deyotganlar talpinadi. Yurtida o'z vatanida o'zining iqtidoriga, psixik sapasiga, bilimiga tayinib jannatni qurib chiqargan odamga shu Amerikami, Yevropami jannat. O'z vatanida o'zining jannatni qurib chiqarmay, o'zini do'zax tug'anda kes qilganlar uchun u ham o'xshashli do'zax. Bolalarni bo'lapmi shaharda biz asosan uyga solab qo'yib, yasliga 4 tomon ishga solab qo'yib, chun qildik. Bolalar yasliga kirishdan burunlam sanaqni o'rgatamiz, kurslar olib Bichara bolalar o'qishdan zerikib, shuning bilan to'rga shunda chiqqandan keyin sal cho'ng'ilib. To'rda qarasa, voy chet elning ma'rif andaq erkin, mundaq erkin, imtihon olmay degan. Bu balaning xiyoliga mening cho'qim oldi bilan imtihon olmaydigan yerga o'qisam bo'ladiki. Kundalik dars vaqtidan ozgan degan ekan. Bu balada unday xiyolni bo'lmaydi degan. To'g'ri. Ondan boshqa hamda shu rayonimiz ishlayotgan bir qism xizmatchilar, bir qism o'tgan davlat ilik korxonaninki taqib etilishi bilan nurg'un ishlarimiz ishsiz qoldi. Hozir rayonimizdagi ishsizlik ahvolini bir qadar ig'ir buning qarta avtonom rayon davlat nurg'un yangi siyosatlarni chiqarib qilgan bo'lsa-mu, lekin ishsizliklar soni bir qadar ko'p. Mush ahvolda hamda shu xizmatchilarimizda azroq tavrinish bo'lishi mumkin. Bu rayonimizda ishlab, menga o'xshash bu balam qachon bir xizmatga o'rinlashib, bu to'v maoshni olg'icha chet elga chiqib o'qisa, endi bir yuqori yerda ishlab, yuqori maosh oladi degan mandaq bir g'oya, tatliq, shirin to'yg'uni bo'lmaydi degan olmaydi. Bizdagi nimadan yaslidan tatib boshlang'ich o'tir maktab, oliy maktab qishloq mushunda qilib qo'g'dab bu balani papilab yana bu o'qitib voyga kuzatmayotgan bola ham shu chet elga chiqib shu bo'ron chapqonga, shu jafo mushaqqatga, shu yolg'iz turmushga ko'nalamdi. Mustaqil bir fikrda bo'la olamdi, bunda qila oladigan boladan nechisi bor? Shu otani shuni o'ylashmasa bo'lmaydi. Bo'lmasa hamsa bu chiqsa, u o'zining ishi chiqsa bo'ladi. O'zining ishi, to'g'ri, o'zining qilishi. Lekin oqibatni o'ylash kerak. Yana birsi, siz ashada bolangizni
o'qitgandan keyin masalan Amerika, Kanada, Avstraliyada o'qiganlar bolangiz cho'ngib sizning miltingizning nomini talaffuz qilolmaydi. Mushuni o'ylashib qo'ying oldi bilan. Mening bolam mashhur 1 yildan keyin Uyg'ur deganini talaffuz qilolmaydi olib qoldi. Uyg'ur demaydi. English Uyghur deydi, Uyg'ur demaydi. Mushuni o'ylang, mushuni qilolmaydi. Qilolmasa mayli desangiz ko'chman bo'lib ketsangiz bu shaxsiy erkinlik. Lekin ashuni demaydi. Amerika. Nima uchun ham Chunki u Amerika, Kanada, mayli Avstraliya, Yevropa jamiyatining osmonasi yaqilish iqtidori intayin kuchli. Bolangizni opasingizlar, bolangiz masalan hurmat, ishonch, mehribonlikdan bahramand bo'ldi. Unda bo'lgandan keyin unda mehribonlikni sizning oiladan bermasligingiz mumkin. Uyg'ur degan gapni bolangiz talaffuz qilolmaydi. Abduvali hamdi siz chet elda o'qishni tashabbus qilasiz. Tashabbus qiluvchi, lekin menimcha albatta chet elda o'qish uchun ham o'qimaslik kerak menimcha. Cho'qim o'zimizning ko'nglimizga bir g'oya bo'lsa, bir nishon bo'lsa, shu nishonni amalga oshiradigan bir madani bir mag'dur bo'lsa, qo'saq bir o'mash bo'lsa, ana lekin bo'ladi deyman-a. Shuningga hamda chet elga chiqish uchun qarg'ulachi qo'g'lashmay, qaysi saratlardan o'zimizni bir ximiy turishlarni hozirlab, ana lekin chiqsak bo'larkan. Qani bunday degan ba'tanlarga bolalarni shu to'lquttirga chiqarayotgan mayli Amerika, Yevropaga chiqaradi, asosli Amerika, Yevropaga, Kanadaga chiqarayotganlar, Avstraliyaga men chiqqanman. Mushlar deydigan so'zim bu. Oldi bilan shu bolaga siz shu to'liqsiz tugatkichi zodin nimalarni o'rgatgan, shu o'rgatganlaringiz bilan bolangiz sirtda mustaqil mavjud bo'lib tura olamdi yo'q degan obdan dangsash kerak. Ikkinchisi, bolaga agar shunda bir orzusi bo'la, shu to'liqsiz tugatkichi ingliz tilini ravon o'g'it bo'lishi kerak. Shunda o'g'it bo'lsa, ayaga borgandan keyin uni darslarda qiynalib qolmay o'qiy oladi. Endi biz shu chiqmoqchi bo'lgan yoshlarga deydigan gapimiz, siz oliy maktab kirgandan keyin bizning bu Uyg'urcha o'qigan bolalar, ham qo'shni o'qigan bolalar tayyorlik sinfi bor, ichkarida tayyorlik sinflari bor. Shu yerda 2 yil 1 yil o'qiydi. O'sha vaqtda siz jonni tikib qo'yib turib ingliz o'rganing. Chunki shu vaqtda darslar ko'p emas. Men buni ichkarida oliy maktabda ishlagan, buni bilaman. Bu ko'p emas. O'sha vaqtda siz jonni tikib ingliz o'rganing. İngiliz o'rganib, siz inglizda shu vaqtda hech bo'lmagan chaqda bir o'ttiral saviyaga kelib olsangiz, oliy maktabda 4 yil o'qish jarayonida, 4 yil siz Xanzuldan 2 yil ortiq o'qigandan keyin, 4 yilda siz Xanzuldan oshqadek bir saviyaga kelsiz inglizchada. Shuning bilan bu odam haliqi ona tili bo'lganligi uchun ba'zi jihatlarda azroq ko'nglerim bo'ldi, umidsizlandim, lekin ingliz tilidagi saviyangizni yuqorlik bilan xalqdan farqlanib tursiz. Bu farq sizni bo'lak balladimi olib mangdirdi. Chunki o'zingiz ishonasiz. Ingliz tilini bilgandan men qolgan fanni oldi olamandim deb. Shundan qolgan fannim oldi olab 4 yil o'qib bo'lgandan keyin ondan iltimos qilsangiz, buni ayt oson bo'lgan bo'ldi. Ya'ni qanday oson bo'ldi desa 4 yil ichida siz TOEFL deymiz, GRE deymiz, ash imtihonlarni o'talaysiz, o'tgandan keyin bevosita chiqsiz. Ham bu chaqda nimadan chiqqan oliy maktabni bitkizib chiqqandan keyin bir aloyidligi asosan Uyg'ur bolalarining men shu vaqtcha oliy maktabni tugatib o'zi o'tlab chiqqanini ko'raman. Yani iradesi balla hemmisi özü şu mukabbat verişip okup atansı pulu verip insanlarını Amerika'ya çıkıp okutup kuladıdı. Şu an 3 cihetten desek 3 cihetten oylaşıp kıyası buldan. Demek atalmış chet elni cennetlep biladigan şu dostlarımızga bugünkü söhbetimiz her qaysi jihatdan salpal bir oyulnish asli qilsa, bugünkü söhbetimizde biz ko'zga mansatga yetalgandaymiz. Mayli qanday sharoit bo'lishidan qat'iy nazar biz bugungi söhbetimiz orqali chet elni cennet deyishni mi xohlamaymiz, chet elni to'zaq deyishni mi xohlamaymiz. Albatta, Abduvalining gapi bo'yicha aytganda, chet el balkim shu jannatni qura olgan iqtidor bog'lash uchun jannat hisoblandi. Shu iqtidorni o'zida yetildiramaganlar uchun yana do'zax hisoblandi. Men bundaq bir so'zga ishonaman. Ko'nglar deb ekan, hamma yerda qozonning qo'liga tetib. Menimcha, bu so'zmi ko'pchilikning kallasida ba'zi bir o'yin sanasli qila olishi mumkin. Keyingi o'yinlarni sizlarga qoldirdik. Bugungi programmamiz mushara oxirlashdi. Kelasi programmamizda ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.